Telekanalimiz tomonidan 24-noyabrdan boshlab omadli tomoshabin mega aksiyasi o'tkazilayotganidan xabaringiz bor. Aksiya doirasida muxlislarimiz pul mukofotlari, televizorlar hamda maishiy texnika to'plamlariga ega bo'lishmoqdalar. Ayni kunlarda sovg'alar o'z egalariga topshirilishda davom etyapti. Mening yurtim telekanali tomoshabinlarga sovg'a ulashishda davom etadi. Yangi yil bayrami arafasida siz 26-dekabrga qadar soat 16:00 dan 18:30 gacha bo'lgan oralikda telekanalni kuzatish orqali ekranda hosil bo'lgan maxsus kodlarni belgilangan botga 1 daqiqa ichida to'g'ri va aniq yo'llab omadli tomoshabinlardan biriga aylanishingiz mumkin. Allaqachon bu nomga sazovor bo'layotgan yurtdoshlarimiz bor. Aksiyaning navbatdagi g'olibi Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumanidan Ilmira Abdullayeva. O'zim tikuvchiman, shu mashina tikib o'tirib, shu ko'rib qoldim televizorda. Keyin shu gunda ko'rib kodlarni yuborib o'tirdim. O'ylamagan yerda televizor yutib oldim. Yangi yil sovg'asi zo'r bo'ldi. Mening yurtim kanalining a'zolari hammasina rahmat. Hammaga nasib qilsin shunday televizorlar. Hamma Xudo xolasa 50 million yutib olish niyatimiz ham bor. Aziz yurtdoshlar, siz ham har kuni 16:00 dan 18:00 ga qadar My5 kanalini tomosha qilish orqali aksiya shartlarini to'liq bajarib, qimmatbaho sovg'alar va 50 million so'm pul mukofotini qo'lga kiritishingiz mumkin. G'oliblar har kuni ertalab Omon-Omon dasturi orqali aniqlanadi. Eslatib o'tamiz, aksiyada 18 yoshga to'lgan fuqarolar ishtirok etishi mumkin. Mening yurtimni ko'ring, sovg'alarni qo'lga kiriting.